Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz ashaddiy muxlislari. E'tiborlaring yana bugun biz 2026-yil 13-may hafta kuniga chorshanba biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Chorvoq qishloqdamiz akalar. Sizlar uchun sotiladigan don silos kombaynimiz bor. Xullas, batafsil ma'lumotni egasidan so'rab ekranga chiqmay dedim, ma'lumotni beraveramiz akalar. Kombayn qanaqa holatda turibdi? Hamidullo, bu don kombaynimiz nechinchi yilda ishlab chiqarilgan? 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan akalar. Xo'p. Bu ishlab turgan kombayn, ha? Xullas, ishlab turgan kombayn bexijolat. Mana hamma bu nima deydi bunularini? Jatka deymi, nima deydi? Jatkalari ham o'ta ajoyib holatda. Ko'ryapsizlar, qana. Xo'p, balonlari ham yaxshi holatda ekan, ha? Xullas, ishlab turgan raboch kombayn. Xullas, sezonga tayyor, ha? Sezonga tayyor akalar. Xo'p. Bu qayda ishlab chiqarilgan bu? Rossiyada ishlab chiqarilgan ekan akalar. Ha, yaxshi. Yana qanday texnik holatlarni aytamiz? Xullas, nima deymiz endi? Buni rasxod qana bo'ladi endi, misol gektariga hisoblanami? Qancha yurgan bu yurgani? Gektariga hisoblanami? Masalan, gektariga примерно qancha rasxod qilishi mumkin? Payani siyrak qalinligiga qarab qirqtadan 50 taga rasxod qiladi. Ha, payani siyrak qalinligiga qarab 40 tadan 50 tagacha rasxod qilaveradi. Nimami endi bu qanday u silosni maydaligi qanaqa, o'zini pichog'iga bog'liqmi, qanaqa holat hisoblanadi? 24 talik pichoq. 24 talik pichoq. Bu yaguarlarning bir xilda razmeri. Ha, yaguarlar bilan bir xilda razmeri. Yaxshi. Yaguar yangi chiqqan pozitsiya bo'lsa, bu eski chiqqanidan endi. Ha. Rossiyada keltirib bo'ladi. Bo'ldi. Hozir akalar tepaga chiqamiz, ko'rsataman. Kombaynda ichiga saloniga chiqdik. Mana sharoitlar. Magnitofonlar bor. Sharoitlar ko'ryapsizlar. Yaxshi. Qani, dunyo naqadar go'zal, ayniqsa tepadan qaraganda deb ko'raylik-chi akalar mana. Berakavus pasok ketdi-yu. Xo'p. Akalar mana kombaynda. Xullas, nima deymiz endi? Nahnolarni hozir Hamidullohning o'zidan so'raymiz. Xullas, muammo bo'lmaydi. Onlayn olaman deganlar, onlayn oladi. Yo'q, borib ko'rib olaman desalar. Hamidullo, hozir tayyor, endi men sizga o'taqib bering hozir deyman. Misol kelib turib, texnikani olaman, sirazi yurgizib ko'rib tekshirib olaman desa, kelib yurgizib olaveradimi? Akalar, tekshirib yurgizib olaverasizlar, bexijolat. Xullas, buni hozirgi kunda rasxoti yo'qmi? Rasxoti yo'q, ha? Shunda oladi, ishni qilib soqqan topaveradimi? Akalar, olasiz, ishni qilasiz, soqqan topasiz. Xo'p, akalar, xullas, ishga tayyor deyapti, rasxoti yo'q, bexijolat. Hamidullohga aloqa qilishlar, chiroyli qilib kelishtirib beradi. Xo'p, pulni so'ramabdi, shuncha gap gapir. Ukam o'ta arzon bo'lganda ziyoniga, nima qiladigan qilib bering demayapman. Shunchalik yengil aytingki, bunday ko'rgan odam yopishib qolsin. Maqsad sotish uka. Nima sababdan boshqa zarurat chiqib qoldi sotyapsiz? Ha? Bo'ldi. Nima deymiz endi bundan? Narxini 33 mingdan tushib beramiz. 33 ming kami bor, ha? Akalar, 33 ming dollar kami bor. Aloqaga chiqasizlar, kelishtirib berilaveradi. Xo'p, ukam, aloqa uchun telefon nomerimiz 88lik 557 34 36. Keyingisi shu bitta qo'yiladi. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar, ha? Manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Chorvoq qishlog'ida Hamidulloh ukamizning xonadonida bo'ldik. Sizlar uchun mana Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan don silos kombayni sotiladi. Xotirjam kelaverasizlar, ha? Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xo'p, akalar, endi navbatdagi kombaynimiz. Bu kombaynimizning nomi Maral, ha? Maral kombaynimiz. Bu yili qanaqa? Yili 89. 89-yil, Maral 781 deydi. 200. Ha, 281. Bu ham ish faoliyatini davom etkizyaptimi? Davom etkazadi. Xullas, kombaynda olasiz, ishni qilaverasiz.
Bu Maral kombaynimiz. Buni puli o'ta yengil. Shuni pulini ko'rganda hayratdan qo'lingizda bir nima ushlab turgan bo'lsangiz tashlab yubormang. Qo'lingizda narsalar qo'yib qo'yingda, astoydil ko'ravering. Qo'lingizda qimmatroq narsa ushlab turgan bo'lsangiz tashlab yuborib meni so'kib yurmang aka. Bo'laverdimi? Mana shu Hamidullo ukamizga aloqaga chiqasiz, kelishtirib beradi. Xo'p, Maral kombaynimiz 89-yilda ishlab chiqarilgan. Maral 281. Bu dondan ko'ra sal ariqroq uradimi? Ya buni ham o'sha pichoqlarni qo'ysa maydalashuv. 12talik ha pichog'i. Pichog'i 12talik. Uchta o'sha o'rinda uchta nimasi bor, xazinasi bor. Aha. Yirik mayda. Ha. Zo'r. Ukam xullas mo'ynani o'tatib olib borib tur yerga solib pul topsa bo'ladimi? Bo'ladi ha? Bu olib borib ustoga ko'rsat, boshqasi yo'q. Bu texnika men hozir shunda ishlatishim mumkin. Aha. Men olgan odam masalan yangi mashina olsam Aha. o'zimga moslab olaman. Xullas Lekin bu o'zimga mos. o'zingizga moslab olgansiz. Man o'zimga hozir o'rimga tayyor holat. Aha. Endi olgan odam endi aytini yangilash mumkin, baytni yangilash mumkin, endi Xullas. o'zi biladi. O'ziga moslab oladi. Ham o'ziga moslab olaman. Menga hozirgi o'rimga moslab qo'ygan. Bo'ldi akalar. Shu Hamidulloga ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqyapsizlar. Xullas, don kombayn desalar ham bor, Maral desalar ham bor. Bunisini narx ne va'dani berib yubordi endi bu narsalar qilib qo'llarda qimmat narsa bo'lsa yerga qo'yib qo'yinglar bir joyga. Qo'llardan tushib ketib qolib, keyin meni so'kib yurmanglar deb necha pulga berib yuboramiz buni? Endi men bu texnika mol bo'lganda bunchaga berib yuboring derdim, danga. Siz aytgan narxga qo'ying. Yo endi men bilmayman uka, qani imkon qadar 90 million so'mdan tushib berasizmi? Akalar, 90 million so'm O'z kanaldan chiqib bo'ldi. Baraka olsun o'zidan chiqsa, tushib berasa, akalar 90 million so'm kami bor. O'ylanmay aloqaga chiqing, chiroyli kelishtirib beradi. Dokument hamma yo'g'i bor. Gap yo'q. Dokumentini o'z $1000 turadi. Dokumentini o'zi $1000. Olsa. Ha, topolsa. Lekin buniki bor. Xo'p akalar, buniki bor. Endi buni eshigini qilib qo'yganda, chiqib tushib hozir ko'rsatay desam, endi xullas bu endi ko'chaga qo'yib qo'ygan reklamaga. Endi bu yo'lda o'tib ketuvchilar kimlardir buni axtaribdi-da, bu yo'lda o'tib turganlarga balki bu narsa kerak emasdi. Kerak odam, ha? Xotirjam aloqaga chiqasalar, chiroyli qilib kelishtirib berilaveradi akalar. Xo'p akalar, Hamidullo ukamga aloqaga chiqyapsizlar, 90 million so'm kami bor. Kelishtirib beriladi. Salomat bo'lasizlar.